$845 evaziga Farg'onadan Umra safariga borishga tayyor obunachilarimiz bormi? Bizdan anchadan beri yangilik kutayotganlarga Xudo xolasa bugun sizlarga zo'r yangilik bilan chiqyapmiz. $845 evaziga Farg'onadan Umra safariga borishlaring mumkin. Hikmat Travel orqali litsenziyaga ega bo'lgan kompaniyada. Videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, qachonga reyslar bor, shart-sharoitlar qanaqa, to'lov masalalari qanaqa qilamiz degan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Abdug'offor akadan chiroyli qilib to'liq ma'lumotlarni olib beramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, obunachilarga endi $845 dan Farg'onadan reyslarimiz bor deb qo'ydim. Qachonga reyslar bor aka? Xo'p, Farg'onadan Primoy reyslarimiz 20-iyul, 24-iyul kunlari reyslarimiz bor. Reyslar bor. Farg'ona Jidda Primoy reysi. To'g'ridan to'g'ri reys bo'ladi. To'g'ri reys, Xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqishaversin. $845 dan $845 evaziga. Agar mabodo vizalari bo'lsa, $745 bo'ladi. $100 yana arzon bo'ladi. $745 ga Umra safariga 14 kunlik Umra safariga borishlaring mumkin, gap yo'q. Endi keyingi oilaga boraman deydiganlar ham aloqaga chiqaveringlar. Chistolarini aytsalaring, chiroyli qilib beramiz. Mana shu narxda Xudo xolasa $845 dan qilib beramiz. Bir kun bag'aga bo'lib qolishi mumkin, lekin Xudo xolasa o'sha narxda qilib beriladi. Qilib beramiz. Qilib beriladi. Endi Toshkentdan bormoqchilargacha. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reyslarimiz qo'yilgan. Buni ham narxi $845. Xo'p, chislolari 19-kuni, 20-kuni, 21, 22, 23, 24, 25-iyul kunlari $845 dan reyslarimiz. Reyslar bor. Joylarni bron qilsa bo'ladi. Deyarli har kuni bor. Keyingi oylarga ham joylarni bron qilsa bo'ladi. Bo'laveradi. Bemalol aloqaga chiqsa, chiroyli qilib siz tushuntirib berasiz. Beramiz. Beriladi. Agar videoda qanaqadir xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, to'g'risi uzr so'raymiz. Bizga ham tezkor xabar kelib qoldi. Shuning uchun sizlarga tezroq sizlarga ham ilinaylik deb videomizni tayyorlayapmiz. Endi shart-sharoitlar qanaqa borishgandan keyin? Sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr, gastitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada eng yaqini 800 metr gastitsamiz, eng uzog'i 2,5 kilometr. Eng uzog'i, 800 metrdan 2,5 kilometrgacha gastitsalar uzoqligi. Lekin hammasini Ishintayda avtobusda qatnaydi. Bemalol aloqaga chiqishaversin. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xohlasa. Gap yo'q. Endi to'lov masalalari qanaqa deydiganlar uchun to'lovlarimiz respublikamizning 3 ta viloyatida ofislarimiz bor, rasmiy ofislarimiz. Xohlasa o'sha yerga kelib to'lov qilasiz. Qayerda deydiganlar uchun Toshkent, Andijon, Farg'onada bor. Xo'p, kelib rasmiy kassalarimizga to'lovlarni qilib, joylarni bron qilsa bo'ladi. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi ofislar deydiganlar uchun shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib pasportlarni rasmini tashlab berishsa, joylarni bron qilib qo'yamiz. Aeroportga borib hisob-kitoblarni qilishaveradi. Aeroportga borgandan keyin qolgan to'lovlarni amalga oshirsa bo'ladi. Jindakkina zakolat tashishadi. Qolganini aeroportga berishadi. Viza uchun to'lov tashishadi. Viza uchun Xudo xolasa to'lov tashlab berishadi. Qolganini aeroportga borgandan keyin bemalol hisob-kitob qilib olishlaring mumkin. Hozirroq quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib joylaringni bron qilinglar. Xudo xolasa aytib o'tganimizdek, Hikmat Travel ofisida biz o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniya. Bemalol Google'ga kirib litsenziyani ko'rib olishlaring mumkin. Xudo xolasa sizlarga chiroyli ma'lumot berdi degan umiddaman. Atrofga qaraganda anchagina arzon narx qo'ydik. Shunaqa bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, Xudo xolasa sizlarga chiroyli ma'lumotlar chiqarib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha